Ko'p kitob o'qish orqali inson notiq bo'la oladimi? Qanday kitoblarni o'qish orqali? Masalan, tajribamda juda ko'p insonlarni ko'rganman. Ular sohaga oid, biznes boshqaruv, marketing, menejment, sotuv, shaxsiy rivojlanishga oid juda ko'plab kitoblar davomli ravishda o'qiydilar. Ammo nutqlarida muammolari bor. Va tajribamda yana bir narsa ayon bo'ldiki, insonning nutqi faqat badiiy kitob o'qisagina rivojlanar ekan. Sohalarga oid kitoblar ham sizni rivojlantiradi, faqat bilimingizni rivojlantiradi. Lekin insonning nutqi rivojlanishi uchun u albatta badiiy kitob o'qish kerak. Xo'sh, nima uchun badiiy kitob? Chunki u yerda voqea bor, voqelik bor, sarguzasht bor, sinonimlar bor. Ana shu narsalardan foydalanar ekansiz, sizni so'z boyligingiz oshib boraveradi. Va bu sizda o'z navbatida kabi parazit pauzalarning kamayishiga ham sabab bo'ladi. Demak, nutqingizni rivojlantirish uchun albatta badiiy kitob o'qish tavsiya etiladi. Shu va shunga o'xshash tavsiyalardan boxabar bo'lib borish uchun mening sahifamga obuna bo'lishni unutmang.